Autizm kasalligiga chalingan, biroq tibbiyot va jarrohlik bobida o'ta bilimli yigit. Doktor Ali Vafo haqidagi G'aroyib doktor seriali xorij serialdan ilhomlanib yaratilganiga qaramay, tomoshabinlarda katta qiziqish uyg'otdi. Loyihada bosh rolni aktyor Taner Olmos ijro etdi. Taner 1986-yil 9-avgustda Turkiyaning Istanbul shahrida musiqachilar oilasida tug'ildi. Uning barcha oila a'zolari san'at va musiqa bilan shug'ullanadi. Tanerning akasi iste'dodli qo'shiqchi sifatida mashhur. U o'z qo'shiqlarini o'zi yozadi. Taner bolaligidan tengdoshlaridan ajralib turardi. Maktabda o'qituvchilari uning xotirasi nihoyatda o'tkirligini, axborotlarni yaxshi eslab qolishini payqashdi. Vaqt o'tib, u bundan foydalanishni o'rgandi va qarindoshlari qarshisida she'rlar o'qiy boshladi. Albatta, bunda genlarning ham ta'siri bo'ldi. Maktabda Taner vokal kurslariga qatnadi. O'zining aytishicha, o'quvchilik yillarida opera spektakliga tushish baxti nasib qildi. Mohirlarning kuylashi va ijrosini ko'rgach, u ham aktyorlik faoliyati haqida o'ylanib qoldi. Bu fikr unga shunchalik ma'qul bo'ldiki, yaqin kelajakda maktab teatrini tashkil qildi. Taner o'smirlik chog'idan pul topa boshladi. U kichikroq qahvaxonaga ishga kirib, oqshomlari chiqish qilardi. Shunday oqshomlarning birida uni payqab, professional teatrga ishga chaqirishdi. O'quvchi butkul teatr olamiga sho'ng'idi. Taner asta-sekin, ammo qat'iyat bilan orzusiga yaqinlashib borardi. Yigit teatrda ishlash bilan birga institutda o'qirdi. O'qish unga turli reklamalarda, televizion dasturlarda suratga tushishga, teatrda o'ynashga xalal bermasdi. U televideniyadagi ilk rolini Yopiq bozor serialida o'ynadi. Bu epizodik rol bo'lsa-da, aktyor aynan shu rolni kinodagi debyuti deb hisoblaydi. Sal keyinroq artistni Tatar Ramazon filmi kastingiga taklif qilishdi. Bu filmda milliy turk qahramoni haqida hikoya qilinadi. Taner shu loyiha tufayli katta tajribaga ega bo'ldi. Unga haqiqiy mashhurlikni Quyilish ko'p qismli filmi olib keldi. Bu romantik hikoya butun dunyo tomoshabinlariga ma'qul bo'ldi. Tanerning keyingi ishi Ko'sim imperiyasida bo'ldi. Bu loyihada aktyor yosh shahzoda Usmonni o'ynadi. Katta o'g'il sifatida aynan u hokimiyatga asosiy voris edi. Biroq u hokimiyat va ukalariga mehridan birini tanlashga majbur bo'ladi. Mening teatrdagi sarguzashtlarim aslida o'rta maktabdayoq boshlangan. Afsonaviy Suna Pekusal va Zehni Gektay ishtirokidagi operani ko'rdim. Aktyorlar zalga chiqib, tomoshabinlar orasidan o'tishdi. Shundoqqina yonimdan, men ham ulardan biri bo'la olaman degan fikrdan tafakkurim yorishdi. Teatrdan chiqayotganimda bundan yaxshi ish bo'lishi mumkin emasligini angladim. Birinchi qaror o'shanda qabul qilindi deb o'ylayman. Maktabda teatr tashkillashtirishga urinib ko'rdim. Hatto litseyni tamomlayotganimizda o'qituvchilarning qo'llab-quvvatlashi bilan Shekspirning Yoz tunidagi Tushni sahnalashtirdik. Olmosning talabalik yillari shiddatli kechdi va faqat o'quv repetitsiyalari bilan cheklanmadi. Havaskorlik shoulari va performanslar, teatr loyihalari, reklamada suratga tushishlar, aktyorlikdagi tirishqoqlik va hayotsevarlik uning bir joyda o'tirishiga yo'l qo'ymadi. 23 yoshda aktyorga jiddiy loyiha Katta bozor serialidan ilk rol nasib qildi. Xuddi shu yili Taner Qul va olov serialida qatnashdi. Shundan beri Tanerning ish jadvali yiliga bittadan loyiha tamoyili asosida shakllanmoqda. Undan so'ng aktyor Istanbul tillasi seriali va uzun hikoya filmida suratga tushdi. Tajriba to'pladi. 2012-yilda esa ancha muvaffaqiyatli serial Yo'qolgan shaharning asosiy tarkibida suratga tushdi. 2019-yilda Taner Olmos G'aroyib doktor serialida bosh rolni o'ynadi. Artist o'z hayotiga o'rganib qolgan. O'zining aytishicha, hali taqdirini ayol bilan bog'lashiga erta deb hisoblardi. Hamkasblari bilan romantik munosabatlardan ko'ra do'stona munosabatlar bog'laydi deb o'ylardi. Aktyorni ko'pincha do'stlari davrasida uchratishardi. Taner Olmosning hayotiy rejalari o'zini hech nimada cheklamaslik. Balki shuning uchun umr yo'ldosh topishga shoshilmagandir. Taner sayohat qilishni sevadi. Men yangi joylarni o'rganishni juda yaxshi ko'raman. Ko'p joyda bo'lishga ulgurdim. Birinchidan asta-sekin Turkiyani aylanib chiqdim. Yevropada ham deyarli hamma joyini ko'rdim desam aldamagan bo'laman. Universitetda o'qiyotganimda poyezdda aylanib chiqqanman. Sayohatlar mening muhabbatim.
Istanbulda bu dengiz bilan bog'liq hamma narsa. Sohilda velosipedda sayr qilishni juda yaxshi ko'raman. 2023-yilda Netflixning Yaratilganlar seriali chiqdi. Unda bosh rolni Taner ijro qildi. Serial nafaqat xorijliklarga, balki turk tomoshabinlariga ham manzur bo'ldi. Bir necha yil oldin Tanerning aktrisa Ece Cheshmeog'lu bilan uchrashayotgani ma'lum bo'ldi. 2021-yilning iyunida aktyor Ece'ga uylandi. To'y hashamatli o'tdi. 2022-yilning aprelida aktyor qizli bo'lganini e'lon qildi. Unga Zeynep deb ism qo'yishdi. Qizining tug'ilganligi munosabati bilan Taner xotiniga 400 ming lira turadigan sportkar sovg'a qildi. 2023-yil dekabrda Ece'ning yana homiladorligi ma'lum bo'ldi. Oilasidagi qizg'in voqealarga qaramay, Taner qizg'in ijod qilmoqda. Taner o'z ishidan rohatlanadi, bo'sh vaqtida kitob o'qishni yoqtiradi. Shuningdek, sayohat qilishni sevadi. Yuqorida aytganimizdek, u butun Yevropani deyarli aylanib chiqqan. Bundan tashqari u barabar musiqiy guruhining yakkaxoni bo'lib, gitara ham chaladi.